Mana shu drobika tayyor. Hozir bu sotuvga klient naq olib ketadi bugun siz chiqaramiz. Tayyor holatda olsa. Hozir ayni momentda mana zavodskiy holatda faqat yig'ishimiz kerak. Asosiy yeri tag qismi mana butun. Tag asosan shu cho'yan qismi hisoblanadi butun. Zavodskiy holatda apparat. Bugun xudo xolasa yig'ishni boshlaymiz. Uzog'i 3 kunda bitadi bu.